Man Furqat hoji 1 yil bo'ldi kelin tushirganimizga. Kelini nihoyatda yaxshi qiz, tinim bilmaydi, oyoq qo'li chaqqon. Men Alisher 18 yil birovdan kam qilmay qiz katta qildim. Aybim qiz katta qilganim. Qiz chiqarganga 40 yil tegma deyishadi. Meni to'r so'qatam o'z qo'limga qo'yishmaydi. To'ydan oldin ikkita erkak quda ko'rishib gaplashib oldi. Hech nima qilmaysiz dedim. Unaqa narsani men yoqtirmasdim. Chunki o'sha gap ko'pay edi. Biz boshda quda bilan kelishgandik. Keraksiz kirim chiqimlar, xarajatlar qilmaymiz degandik. Lekin xotinim bir jo'natib ko'raylikchi, olishmasa boshqa qilmaymiz dedi. Gapida jon bor edi. Alloh sizdan rozi bo'lsin, shundoq qizni tarbiya qilibsiz dedim. Kelishib oldik. To'ydan keyin yana ham jo'natmaysiz dedim. Lekin to'y ertasi kuni 4 og'ara nonushta jo'natdik. Keyin tug'ilgan kun, hayit hammasi binoydek bo'laverdi. Lekin to'y ertasi kunisi nonushta jo'natibdi. Endi yarashig'i deb tashab ketishibdi. Olib qolishibdi bular ham. Undan keyin oradan shu 15 kun o'tdi, o'g'limni tug'ilgan kunisi. O'g'limga shunaqa endi bosh oyoq usti sarpoqlar bo'libdi. Men shu o'g'limni tug'ilgan kuniga bitta paypoq sovg'a qilmanmi? Men hayron qoldim, erkak quda o'g'limni mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Yo'q, kerak emas, ovora bo'psizlar deb indamay olib qolisharmish. Ras kerak emas bo'lsa, qaytarib jo'nataver, erkak, to'g'rimi? Ba'zida xafa bo'lib ketaman, shu narsalarga nima bizni qarab qolgan joyimiz bormi? Xotin kerak qo'y shunaqa narsalarni qilmasin deyman. Xotin aytadiki, "Voy, odamlar nimalar qilmaydi qizi uchun. Bu arzimagan bitta ikkita tog'ora bilan buni qildi deyilmaydi." deydi. Bilmasam, aralashmay qo'ydim, bilgan bu qiyin deyman. Ishim yo'q. Ovora bo'psizlar shart emas degan boshqa, ko'tar, bizga kerak emas. Boshda erkaklar gaplashgandu degan boshqa, aka, to'g'rimi? Siz mana ayting. Bu erkak quda bilan biz ikki kishi erkakchasiga gaplashganmiz o'shanda. Qilma degandaki, qilma o'g'il bola. Agar bir tog'ora oxlat olib borsak, olib qoladi deb o'ylaysizmi? Olmaydi. Biz yaxshi narsalar jo'natamiz, shuning uchun indamay olib qoladi-da. Lekin to'g'ri ish qilishmadi. Nima kerak bor shu narsalarni? Yuzimga oyoq qo'yishdi. Ko'cha-ko'yda sal nomus qiladigan olib qoldim. Lekin tabani shirin qilishadi shu o'ylardagilar. Bir yomonim o'sha ayda mayli, qancha bo'lsa qilaveraman, lekin boshda unda erkakchasiga gaplashib olaylik deb safsatavozlik qilishning nima keragi bor edi? Hali tugur kuyov yaxshi bola, mayli. Shu azmuncha narsa bilan hech bola o'zgarmaydi, baxtli bo'lsa bo'ldi-da, nima deymiz? Xotin aytadi, "Biz ham qizimizga qilganmiz-ku, ular ham qiladi" dedi deydi. Men hayron qolaman. Lekin o'shanda erkak quda olmasa, men qilmasdim. Addushi qilmayman o'zi asli. Odamni ichini bilmas ekansiz. Erkaklarda lafz qolmadi, ayollarda hayo qolmadi. Dardingni aytgani bir odam qolmadi. Erkakni dardini yostiqdan boshqasi eshitmas ekan.